Mana biz hozir Xonobod shahridamiz. Yetak bo'linglar. Mana suvni qaranglar. Voy, go'zalligini buni. Kim ko'k ekan. Voy, Xonoboddan kelayotgan suv. Mana masjidimiz. Xonobod. Go'zallikni ko'ringlar. Bu yerdan kalla tashasiz, qaytib chiqmaysiz. Siz ishni biladigan ham poytaxt chiqib qoladi. Mana bizmiz. Bu yoqqa Qirg'iziston, bu yoqqa O'zbekiston akalar. Mana mashinada chiroylikka boy bo'lgan bu joy Andijonimizda joylashgan Xonobodda joylashgan Toshkentdagi masjidga o'xshaydi akalar. Bu go'zallikni ko'rmasanglar bo'lmaydi. Burchatkalarni qaranglar, o'sha go'zal, hamma yo'q. Ko'kmay suvimizga omad qoyil, mazza.